Assalomu alaykum yurtimiz azizlari. Biz yana bir xonadonimizda xudo xolasa MDF eshiklarni o'rnatib berdik. O'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Bu eshiklarimiz bizda Nurafshon shaharchamizda o'zlarimiz yoki ko'na odi Narimon deb atagan bo'ladi. Fayzullo akamiz xonadonlarini ko'rib berdik. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Eshiklarimiz полностью крашеный MDF, ранний белый жемчуг. Bu eshikimiz esa juda ham chiroyli chiqdi. Baland, огромный. Balandligi 250 ga 190 cmlik eshikimiz bu. Ko'rishingiz mumkin. Yarma kapı eshikimiz, vitraj oynali, 04 kalyoniy oynadan, bu ham shuningdek 06 mmlik kalyoniy oynadan yasalgan. Juda ham chiroyli chiqdi eshiklarimiz. Orqa taraf hammasiniki daborli. Shuning ko'rinishida. Zamoklarga keladigan bo'lsak, Frida yaxshi firmaning zamoklari qo'yilgan. Даже o'zini ham yozilgan Fridada. Qullablar esa o'yma qullab. Babuchka emas. 8 dona eshik qo'yib berganmiz bu yerga. Gira. Kim shunday xizmatlarga kelsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat.